Mening ismim Nigora. Men 18 yoshdaman va boshqa ayolni sevadigan erkakka turmushga chiqyapman. Sen-ku menga buning bori xato deb va'da bergan eding. Nega hammasi shunday? Sardor, nega bu qiz bu yerga keldi? Yoshlarga tabriklar. Ittifoqingiz baxtli bo'lsin. Qonun va urf-odatga ko'ra sizlar er va xotin bo'ldingiz. Nigora, yurib uyga ketamiz. Bu bayram kim uchun? Faqat sen uchun emas. Bu men uchun ham sinovga aylandi. Unda bor. Sen ham kimnidir topgin. Shunda O'zing sevgan qizning oldiga kel. shikoyat qilishni to'xtatasan. Menda esa bunday imkoniyat ham bo'lmadi. Meni senga nima xohlashimni ham so'ramay turmushga berishdi. Yerda